erkak kishini sevib qolib rosa anaqa kuchli sevgi his qilish ajdodingizda yo'q bo'lsa siz sevolmaysiz. Yaxshi ko'rasiz, lekin o'sha resurs sizda yo'q. Ajdodingizda erini sevmagan xotin erdan norozi bo'lgan bo'lishi mumkin yoki prosta qilani majburlab beradi, ko'ngli sovuq o'tadi. Xullas, sevgi his qilmagandek resurs yo'q, eringizni nega sevolmaysiz? Men keladi konsultatsiyaga shunaqa, erimiz rosa yaxshi deydi. Erim voy, erim meni yaxshi ko'radi, mana shunday qiladi, lekin men sovuqman, erimni sevolmayman, resursi yo'q. O'sha sevgi hissiyoti uyg'onish uchun tanada bo'lishi kerak. Yo'q unda. Sizga savol opajon. Mana o'shanda yo'q ekan shu resurs. Bu avlod resursni yaratishi mumkinmi? Siz mana shuni tushunasiz, mana shuni tushunasiz. Men buvim sevmabdi, onam sevolmabdi. Men sevishim mumkin-ku, siz o'shani sevishga harakat qilasiz. Eringizni boricha qabul qilasiz, eringizga podxod qilasiz, jenstveningizni, jozibangizni oshirasiz. Keyin eringiz sizni boshqacha munosabatda bo'lishga sovuqqon xotinga nisbatan er ham sovuqqon. Lekin xotin qaynoq bo'lsa, er ham qaynaydi-ku. Keyin o'rtada sevgi paydo bo'ladi. Keyin bu siz avlodingizga qoladi. Yo'q narsa sun'iy keyin birlashadi. Sun'iy kiritadi. Shuni ham mana avlodlarga kerak, faqat avlodlar bilan yashamaymiz endi. Oldagi nimalar yo'q bo'ldi, yomon faqat o'ylaysiz, mana qaysidan o'shalar bilan yashasam. Unda hayotning qizig'i yo'q. Siz ham kirgizasiz yani. Juziy taqdir. Mana bu juziy taqdir. Juziy taqdirni o'zgartirish mumkin deyapti. Alloh taolo aytadi. Buni tariqat ilmi olimlari aytgan. Juziy taqdirda yashamagan. Juziy taqdir bu hammasi avlod ajdod juziy taqdir. Biz ilohiy taqdirgacha o'sishimiz kerak. Endi ilohiy taqdir bu avliyolikka mana yetti pirlarimiz o'shagacha o'sishga, o'shangacha o'solmasangiz ham hech bo'lmasa o'sha chizdiga mehr yo'q, mana hammani uyi bor, hammani ro'zg'ori bor. Mana birinchi chakra javob beradi oziq-ovqatga, kasallik qo'rquvga, kasallik qo'rquvlarni himoyasi o'sha выживание yashashda uysizlik, tushunasizmi? O'shalarda o'sha narsani hammasini yengib o'tsangiz, mana uylik, ishlik, ovqati bor, naloglari to'lanyapti, xavfsiz, xotirjam yashayapti. Bo'ldi, birinchi chakrani yashadi degani. Bu yerda er xotin o'rtasidagi munosabat avtomatik bo'ladi. Bu yerda sevgiga hali chiqmagan. Ikkinchi chakrada er xotin o'rtasidagi munosabat sevgiga chiqadi. Keyin xotirjam bo'lgan odam seva oladi. Xotirjam emas, uy yo'q, uy olishim kerak, kvartira pulini to'lashim kerak, qarz bo'lib qoldim deb yashagan odam sevgi ko'rinadimi? Sen aybdorsan deydi xotiniga. Xotini siz aybdorsiz deydi. Urush janjal. O'sha yerda ishlab kuch bilan o'zini anglab yashab o'tsa, birinchi chakra bosib o'tsa, keyin ikkinchi chakrada xotirjamlik his qiladi. İkinci chakra ongidagi odamlar bu Allohning eng yaxshi ko'rgan bandalar deb 2 yashar bolani ongida deyiladi. Lazzat, faqat yaxshi ovqat yesam shu. Ular unaqa ko'p azoblanmaydi. Ularga asosan munosabat, er-xotin munosabat, qaynike munosabatlari ikkinchi chakraning yechilmagan bosqichi. Mana shularning munosabatlarini yechib mana shu bosqichdan o'tib olsa, keyin bunaqa odamlar pulga ochilib ketadi. Boy bo'lib ketadi, karyera qiladi, katta lavozimlarga o'tib ketadi, mashhur bo'lib ketadi, ko'p pul topish muammo emas degan tuyg'uga chiqadi. O'sha ikkinchi chakrada pul yopib bo'ladi, o'sha kichik bizneslar ikkinchi chakrasi hammasi. Uchinchi chakrada katta bizneslar o'sha, katta mansablar, ana davlat tepasida o'tirganlar aytishadi-ku, dunyoni sariqlar boshqaradi deydi-ku, ikkinchi chakralarga sariq. U o'sha uchinchi bosqichda men deydi, Maslow buni o'sha Maslow psixologiyada, gumanitar psixologiyada insoniy ehtiyojlarni bilaganda, uchinchi chakra xuddi shunaqa ifodalaydi. Ya'ni o'ziga to'g'ri hamma narsaga erishish, uni tan olinishi, jamiyat uni tan olishi kerak. Katta lavozim, katta mansab, xotini hammadan chiroyli, bolalari hammadan aqlli, uni kiyimi hammanikidan zo'r, uni uyi hammanikidan zo'r, mashinasi hammanikidan zo'r. Mana shu ehtiyojlar qonadi. Inson tabiati shunaqa. Mana shular qonmaguncha keyingisiga o'ta olmaydi. Qondimi, qongandan keyin unga Xudo bo'ldi, qondi, endi davay silay rahmni ham o'rgan deydi. Atrofiga silay rahm qilish kerak odamlar keladi. Silay rahm qilib o'sha pulini yo'qniki deb bankga qo'yib qo'yaman, voy dollarlarimni bankaga solib qo'yaman demasdan bera olish kerak. Mana berib silay rahm qila olsa, 3-bosqichdan o'tib oladi. 4-bosqichga o'tadi. Shartsizlikka. Shartsizlik bu shartsiz sevgi. Hamma payg'ambarlar, avliyolar shu chakrada tug'ilgan. Ya'ni shartsiz. Ular odam ajratmaydi. Kambag'al demaydi, chiroyli kunu demaydi, o'zbek o'ris demaydi, Afrika demaydi. Chunki hamma bir
ichingdadir degan asar bor. O'sha yerda mana shunaqa qanaqa borda, mana shunaqa joy bor. Podshoh deydi, Alloh taolo podshoh deyiladi o'tida. Podshoh o'zini saltanatini yaratish uchun deydi, har xil odamlarni yaratgan. Biri oshpaz, biri ana o'sha saltanatni uyini quryapti, biri saltanatni eshigiga tegdi qo'riqchi bo'lib o'tiribdi, biri jallod ham kelyapti, yomonlarni jazolayapti. Mana shu saltanat bo'lishi uchun hammasi kerak. Hammasini o'sha podshoh yaratdi, podshoh qilib qo'ydi. Va biz podshohni o'sha hamma narsalarni boricha qabul qilib, hammasini qabul qilamiz. Tushunasizmi? Mana shu yerda shartsiz qabul qilish katta ahamiyatga ega. Endi yana bitta narsa bor, shuncha ichingdagidan aytib beraman-da. Fohisha deganda biz nafratlanamiz, inkor qilamiz, buzuq hayot deymiz-ku, lekin u yerda aytyapti. Fohishadan nafratlanmaysan albatta. Fohishani Xudo fohisha qilib qo'ygan. Menga aytdi, sen pardozlagan, chiroyli ko'ylaklaringni kiyganda, ana u erkaklarning oldiga chiqqin, men sen orqali u erkaklarning iymonini imtihon qilaman. Qani ular iymoni bo'shlik qilib, bu iymoni bo'shlik qilib senga qarab ketadimi yoki menga qarab ketadimi iymoni mustahkam? O'shaning uchun sen meni yaratib, men vazifa bilan tushib qo'ygan bandamga deyapti. Nafrat bilan qarama. Shartsiz qabul qilamiz. Biz o'sha 4-chakrada mana shu shartsizlik o'tamiz. Shartsiz qabul qilamiz. Shartsizlik degani hech kim ajratmaydi. Albatta, anu fohisha, kashma inson. Endi ichida javhar bor, Allohning nuri bor. Prosta sevayraxim, prosta sevamiz. Mana shu sevgi, muhabbat hissiyoti uyg'onganda o'sha Iso alayhissalomga o'xshab biz hamadonda o'qimiz. Bizlar sevgimiz bilan hamma shug'ullanib ketadi. Shira Arabiyda degan juda buyuk avliyo inson o'tganlar, u Nobel mukofoti olgan, u odam juda buyuk inson bo'lgan, u falsafashunos o'zi, dunyo uni Nobel bilan mukofotlab kitoblarini hamma o'qiydi. Butun dunyo o'qiydi. U Hind yo'q etilmaydi-da, Hindni bedadagi ilmlarni olib o'zini ilmini yaratgan. U nima yaratgan? To'g'ri yashash, haqiqat ilmini yaratgan. Mana shunaqa qilib yashaylar, jamiyatimiz ravnaq topadi deb yaratgan, hamma o'qiydi. O'sha odam shunaqa darajada bo'lib ketgan. Bu mana 21-asrda, yo'q 21 emas, 20-asrda yashayapti. 21 o'tmaganlar, menimcha 20 oxirida o'lganlar. Yaqin o'tmishdan gapiryapman. Masalan, Jaloliddin Rumiylar, hozir Aziz Nasafin uzoq o'tmish-ku, men sizlarga isbot qilmoqchiman, shu yaqin o'tmishda ham avliyolar bor, mo'jizalar bor. Hozir ham ichimizda avliyolar, mo'jizalar bor. Ana shu Arabiyning oldiga kim kelsa, qanaqa kasal bilan, qanaqa muammo bilan kelmasin, kelsa, ularning poliyalarga kirgandan keyin, prosta gaplashib o'tirgandan keyin yechib ketadi. Tuzalib ketib qolgan, pul muammosi ham, boshqa muammo ham bo'lib keturgan kasallik prosta tuzalib ketgan. Tushunasizmi? Chunki uni poliyasida energiya balon, fikrlari o'ta toza, vibratsiyasi balon, kelayotgan odamga sevgi bilan qarayaptilar. Sevgi nazari bilan qarasa, bizni o'sha odamni o'zgartira olamiz. 5-bosqich уже ilmi shu darajada ko'p, uni уже avliyolik shunaqa darajada bo'lib ketgan, ilmini beradi odamga. Ular nima desa faqat haqiqatni gapiradi, eng to'g'ri ilmni beradi. Nima duo qilsa ijobat bo'ladi. Lekin 5-bosqichni yolg'on gap yoqib qo'yadi. Hech ham yolg'on gapirmaydigan, o'ta pok, qalbi toza insonlar 5-bosqichda faollashib ketadi. Kundalini energiyasi-yu, o'sha bizlar quvvatimizda, o'sha quvvat cho'tga chiqadi. 6-bosqich hali ketganning Muhammad nuri, bu yerda уже sezgilar uyg'onib ketadi, ilm ochilib ketadi, haqiqatni ko'ra boshlaydi, odamlar ko'rmagan narsalarni ko'radi, odamlar bilmagan narsalarni his qiladi. Ilohiy ilmlarni shunday bemalol unga anaqa bo'lib kelaveradi miyasiga. Shunday bir kunda o'tirib katta kashfiyotlarni qilib tashlaydi, unga yuqoridan aql ko'zdan kelayotgan bo'ladi. 6-chakrada shunaqa faollashib ketadi. 7da keyin o'zini taniydi ana haqida. Avliyolar eng cho'qqisi anaqa bor edilar-ku, ana haq deganlarcha o'ldirilganlar. Mansub Xaldinovich o'sha ana haqida chiqadi.